Assalomu alaykum qadrli do'stlar, xayrli kech barchaga. Mash'al bunyodkorni qabul qiladi. Va Mash'al jamoasi tarkibini ham ko'rishingiz mumkin. Bu esa bunyodkor tarkibi. Navbahorda 20, Neftchida 19. Boshladik do'stlar, boshladik. E'tiborimizni bevosita tarkiblarga kelindi. Darhol qarshi oldi raqib vakillari. Shu boshdan ham mana endi yetkazilmoqda xavfli vaziyat. Kachorri imkoniyat bor yiqildi. U hakam vaziyatga juda yaqin, ammo u erkin zarba sifatida ishora bermoqda. Yetakchilik qildi bir muddat, ammo Igor Sergeyevning ajoyib o'yinlari boshlanguncha deyish kerak. Endi hozircha Kachorrida 5 ta gol bor. Olish masofadan yo'llangan zarba. Ortiqcha ta'riflashga hojat yo'q, to'g'ri. U 34 yoshda, ammo hali ham yaxshi sport formasida. Mana imkoniyat. Kachorri aylandi va zarba yo'lladi. Vaziyat davom etadi va darvozabondan seyf. Yana bir zarba va ichkariga kirib ketmoqda top. Gol! Bunyodkor oldinga chiqib olmoqda do'stlar. Dastlab Kachorri zarba yo'llagandi mana. Chapdan ichkariga himoyachilarning xatosi. Kachorri aylandi, zarba yo'lladi, o'xshamadi, o'tmadi. Keyin mana bu zarba darvozabon ro'parasiga to'pni tashlab qo'ydi. Himoyachilar yana sustkashlikka yo'l qo'yishdi. Endi oxirigacha ko'ramiz menimcha. Mana bu zarba va avtogol. Balapartish deganda men mana shuni nazarda tutayotgandim. Nazarimda ichkariga to'p yetkazildi va yana xavfli zarba va bu safar endi Bugarin, yana hakam keyin ruxsat tegdi. Bu yoqqa davom ettirish mumkin. Olish masofadanmi? Xuddi shunday zarba va darvozabon uchun sal noqulay, chunki bir yerga tegib, sapchib olib, keyin yana yo'nalish davom etdi, garchi kuchsiz bo'lsa-da. Besh daqiqa nihoyasiga yetdi. Bo'ldi. Tanaffusni e'lon qilmoqda 0-1. Marko Bugarin hozir Mash'al oldinga o'tmoqda. Olish masofadan yo'llangan zarba noaniq. Olimjonov Muzaffarning mana bunday uzatmasi Hamrobekovdan qayta to'pni qabul qilib olib ichkariga yetkazmoqda. Xavfli vaziyat va zarba noaniq. Zarba muallifi esa Boburbek Yo'ldoshev edi. Uni yolg'iz qoldirishdi. Yaqin daqiqalar ichida ko'ramiz, chunki vaqt o'tib boryapti. Sekin 15 daqiqadan so'ng mana ikkinchi futbolchini maydonga tushirmoqda. Zaxiradan yuqorilatib to'p yetkazildi. Bu xavfli va hozir sal qoldi shu yerdan. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kutdi. Keyin qaytadi. Chap yo'nalishda boshlangan hujumni o'ngga ko'chirib olishdi va bu yerdan endi ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba yo'llanishi mumkin. Faqat mana imkon, zarba yo'llash zarur. Uzatma bilan davom ettirishdi va gol! Mash'al hisobni tenglashtirmoqda va Islombek Barratov gol muallifi. Kombinatsion gol, ochiq men zarba bo'ladi deb bir necha mana shu hujumning bir necha soniyasida kutdim, ammo ular oxirigacha olib borib kerak nuqtada zarba yo'llashdi. Abdunabiyev hozir mana takroran ko'ramiz. Markazdan kirishdi, kombinatsiya, mana bunday uzatma va oxir-oqibat zarba. Sal hujumning keyingi fazidan ko'rsatishyapti. Humoyun Murtozoyev uzatma muallifi edi dastlab, keyin esa maqlamiz boshlaydi. Borib ko'radi. Offside qayd etilmoqda. Qani? Mana hujumning aytdim avvalgi fazasida. Xo'sh, Murtozoyev sal oldinda hozir. Bu yerda hammasi joyida. Bu yerda ham mana bunyodkorda imkoniyat. Kachorri borib ko'radi hakam. Nurjahon Muzaffarov kurash olib borgandi. Shafta gol muallifi ko'rdim hammasini deb va yo'q, davom etamiz deyapti. Aliqulov
Darvozabondan xato va hozir e'tibor qarating. Oxirgacha bordi, bo'lmasa 20-30 metr masofani yugurib bosib o'tdi. Va olib qo'ygandi to'pni. Keyin esa mana pas zarba va Abdunabiyev gol! Mashal baribir hisobni tenglashtirmoqda. Go'yo Abdunabiyev olib chiqqandi to'pni, ammo bu go'yo ekan. Ulgurmadi. Mashal ikkinchi taym uchun meni nazarimda golga munosib edi. Sherzod Fayziyev aynan uni bizga namoyish etishmoqda. Markazga kelib ulgurgandi jamoa qani. Fayziyev zo'r ochiladi bu yerda menimcha hech qanday sabab yo'q bekor qilish uchun, golni inobatga olmaslik uchun va soniyaning ma'lum bir qismiga darvozabon olib chiqqandek edi hatto. Sherzoddan yaxshi zarba. Abdunabiyev ham yomon o'ynamadi, faqat yetarlicha kuch bilan qaytargani yo'q. Ko'ramiz. Zarba yo'llandi va darvozabon reaksiya berdi, noaniq edi. Mana bunday zarba ancha xavfli. Amrobekov oldinga o'tadi baribir. Abdunabiyev Sardordan endi esa imkoniyat, zarba va gol! Bunyodkor 1-2. Toshkentliklar ham 90+da gol urishdi va yana oldinga chiqib olishmoqda. Yana qoyil. Gol qanday rivojlandi? Qanday shakllandi bu hujum? Gol muallifi esa zaxiradan maydonga tushgan Farruxjon Qodirov. Mana ushladi. Ofsaydni bir futbolchi qolib ketgan ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyin esa ustidan tashlab qo'yapti. Ustidan. Kecha Robert Lewandowski shunga o'xshash gol urgan. Uzatma muallifi esa Sardor Abdunabiyev. Bir vaqtda maydonga tushgan, zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar bu golni yuzaga keltirishdi. Boya Aliqulovni maqtagandiku. Endi aytilay, mana. Qaror qabul qilindi. Ko'raylik, mana bu holatda har holda ofsayd yo'q. Gol bekor qilinyapti. Nima bo'lyapti? Ichkariga uzatma va juda noaniq. Bo'ldi do'stlar, uchrashuv nihoyasiga yetdi. Mashal Bunyodkor 1-1. O'ziga xos o'yin ko'rdik.